Bugun taxminan 2 million o'zbekistonlik xorijda mehnat qilyapti. Ular vatanga yuborayotgan pullar hajmi oltin eksporti tushumlaridan ham qariyb 2 barobarga ko'p. Xususan bu ko'rsatkich 2025-yilda 18,9 milliard dollarga yetdi. Taqqoslash uchun 2024-yilda O'zbekistonga kirib kelgan pul o'tkazmalari miqdori 14,8 milliard dollarni, 2023-yilda esa 11,4 milliard dollarni tashkil etgan. O'tgan yil davomida eng ko'p o'tkazmalar iyul oyida amalga oshirilgan. 1 milliard 973 million dollar. Eng kami yanvarda 1 milliard 60 dollar. Markaziy bank izohiga ko'ra 2025-yilda rubl kursi mustahkamlanishi hamda rivojlangan davlatlarga migrantlar oqimining oshishi pul o'tkazmalarining keskin ko'payishiga ta'sir qilgan asosiy omillar bo'lgan. O'zbekistonda aholi daromadlarining shakllanishida xorijdan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari juda muhim rol o'ynaydi. Jumladan, o'tgan yil yakunlari bo'yicha 3 ta hududda aholi daromadlarining 30% dan ko'proq qismi, yana 5 ta hududda esa 20% dan ko'proq qismi aynan tashqaridan kelib tushgan pullar hisobiga shakllangan.